Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 2026-yil 26-fevral holatida mana Xudo xolasa g'ishtlarimizni to'kib bergandik. O'tgan yil 25-yilda mana deyarli umuman 1% ham sho'r chiqmagan. Endi kimlardir sho'r chiqdi, g'ishtingdan boshqa bo'ldi deyishlaring mumkin. Mana bugungi kunda ikkita obyektni kelib ko'rib o'rganib ketyapmiz. Bularda deyarli umuman sho'r chiqqan yo'q. Sho'r chiqishi rastorga bog'liq, turpog'ingizga bog'liq urgan. Shularga qarab turib biz ko'pchilikni inobatga olganlar. Bitta o'zimdan sho'r chiqdi meni desa, ularga ahamiyat bermaymiz-da, shuni to'g'ri tushuntirishga harakat qilamiz. Mana deyarli umuman sho'r chiqmagan, shuni ham o'sha o'zimizni zavoddan olib kelib berganmiz. Kimga mana shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Butun vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Kimlardir mendan sho'r chiqib qoldi, ozmoz mendan u bo'lib qoldi deganlar ya bu ushbu videoni olyapmiz. Mana Xudo xolasa obyektimiz polniy bitdi. Mana ichkariga kirishib olgan ekan, bitirib. Umuman sho'r chiqmagan. Mana yaqindan ham ko'rsatishimiz mumkin. Bu loyda urilgan ekan. Birinchi olgan obyektimiz rastorga urilgan edi. Rastorda ham sho'r chiqqan yo'q edi. Ichkaridagi ko'p bu tog'amizning ichkaridagi uylari, boshqa hovlilarga olib kelib berganmiz ekan. Xudo xolasa sho'r umuman chiqqan yo'q deyishyapti. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.